Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. Xizmat haqqi esa ish bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Murojaat uchun WhatsApp va imo orqali bog'lanishingiz mumkin. Umuman qildi shuni. Kim bir san'atkor kimida otdi? Bugun bir san'atkor kechami ilgarigimi konsert e'lon qilib, odamlar kelsa, "Meni pulni berishmadi" deb chiqmabdi. Juda katta xato bo'lgan san'atkor tarafdan. Avvalambor assalomu alaykum aziz buxorolik muxlislarimiz. Mana biz Ummon guruhi buxorolik muxlislarimizni xursand qilish uchun konsert dasturi bilan bugun tashrif buyurgan edik, lekin tashkiliy ishlar oxirigacha yetkazilmaganligi uchun, tashkilotchi shartlarimizni bajarmaganligi uchun biz sahnaga chiqmadik. Xudo xolasa balki tez kunda yana ko'rishamiz. Kelding. Xalq eng oliy zamonani seni konsertingga ajratib ketdi. Qanchasi bo'lsa ham, ozdir ko'pdir. Keldimi, pulini keyin hal qilib olasan. Это ваша проблема. А народ, если потратил время и пришел, konsert tatmin qilib ketishga haqqing yo'q. Va shu bilan birgalikda boshlandi bizdan ham so'rash. Men hech qachon konsert bilan qilmaganman. Mana shunaqangi hamkasblardan uyalib, doim jabr chekamiz. Konsertni e'lon qilsang, qo'lingdan kelsa e'lon qil, qo'lingdan kelsa konsert e'lon qilib chiqqin. Bo'lmasa yig'ishtirib to'ydan boshqa narsaga yaramaymiz deganda o'zingni otingni nima bo'lsa to'g'ri qo'ygin. Konsert qilishga nima bor? Qo'lingdan kelmasa mardlik. Xalq o'zini vaqtini sarf qilib kelgandan keyin menimcha sahnaga chiq, o'zingni ishingni hal qilaverasan. Administratsiya hozir administrator bor, hammada o'zini prodyuserlari bor, pulini olib kelgandir, boshqa qilgandir. Xushyor ishlanglar, yaxshi ishlanglar, to'g'ri ishlanglar. Xalqda ayb emas siz pul olib ololmaganingiz. Keldingizmi, 10 ta odam bo'lsa ham kirasiz konsertga. Nima deysiz? Menda ham bo'ladi bir paytda. Yaxshi organizatsiya bo'lmagan bo'ladi. Mana shu yil prosta organizatsiyalar yaxshi bo'ldi. Bir paytda ozgina odam kelib qoladi, chiqamiz. Farqi yo'q. Mana bugun ham biz kelmaydi deb o'ylagan ekanmiz, yurdi Milliy gvardiya kirgizmadi. Порядок, dedi, молодцы. Men masalan